Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, ona tilining birinchi qismini yangi nashrdagi 2024-yil yangi nashrni ko'rib chiqamiz. Demak, mualliflarga hurmat sifatida ularni yodga olamiz. Demak, Mavlonova, Qo'ldoshev, Hakimov va Siddiqov muallifligi ostida ona tili birinchi qism nashr etilgan. Xo'p, bilasiz, har bir darslikning kirish qismida davlatimiz ramzi bo'lgan madhiyamiz aks ettiriladi. Abdulla Aripov so'zi, Mutal Burhonov musiqasi asosida. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, diqqatingizni xaritaga qaratasiz. Bu yerda o'sha viloyatlarimiz hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi aks ettirilgan va sizdan so'ralyapti. Vatan deganda ko'z oldingizga, xo'sh, xayolingizga keladigan 5 ta so'zni yozing. Xususan men ko'z oldimga oilam, yaqinlarim, bolaligim o'tgan ko'chalar, farzandlarim, o'quvchilarim va o'sha ma'lum bir hudud tushuniladi. Sizning ko'z oldingizga vatan deganda nimalar yoki kimlar keladi, buni izohlarda qoldiring. Xo'sh, birinchi qoidamiz bu alifbo va alifbni farqlash haqidagi qoida bo'lib, sizlarga shuni tushuntirib o'taman. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, alifbo bilan alifbni farqi bor. Alifbo bu o'sha arab tilidagi alif va bo harflarining birikuvidan hosil bo'lib, bu o'sha ma'lum bir tartibdagi harflarning joylashuviga aytiladi. Alifbo ma'lum bir tartibdagi harflarning joylashuviga alifbo deyiladi. Alifbe esa siz o'sha birinchi sinfda o'qigan savod kitobingiz bu alifbe hisoblanadi. Tushundingmi? Alifbe bu birinchi sinfda o'qiydigan savod kitobi bo'lsa, alifbo o'sha harflarning ma'lum bir tartibda joylashuvi hisoblanadi. Endi o'zbek tilida eshitib qoling. O'zbek tilida 30 ta tovush hamda 30 ta harf bor va bitta belgimiz bor. Bu tutuq belgisi. Tushunarli? 30 ta harf, 30 ta tovush va bitta tutuq belgisi bor. 3 ta harf birikmasi mavjud. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, o'zbek tilida 6 ta unli tovushi, 24 ta undosh tovushi bor. Endi harfiy birikmalar, bitta harfiy birikma deb ketamiz. Xo'p, 6 ta unli tovushi bu qaysi? A, E, I, O, U, O. Tushundingmi? 6 ta unli tovush A, E, I, O, U, O. 24 ta undosh tovushimiz esa B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, H, Y, Z, G, Sh, Ch, ing tovushi hisoblanadi. Endi siz buni ketma-ketlikda yodlagansiz degan umiddaman, chunki bu boshlang'ich ta'lim jarayonida sizga yodlatiladi. Hozir test jarayonlarida ana shu ketma-ketlik bilan bog'liq testlar ham shakllantirilyapti. Yodlamagan bo'lsangiz yoki yodingizdan chiqqan bo'lsa, yodlab qo'yishni tavsiya etaman. Endi alifbo tartibidagi o'sha so'zlar